47 kun hammaga o'zi tushunadigan tilda gapiring. Yahudiylar Muso alayhisalomdan Robbing uxlaydimi deb so'rashibdi. Muso alayhisalom ularga Allohdan qo'rqing. Hargiz bu so'zni tilingizga olmang. Qanday jur'at qilasizlar bunday deyishga dedilar. Shu paytda Alloh azza va jalla Muso alayhisalomga vahiy nozil qildi. Odamlar sendan Robbing uyquga ketish yoki ketmasligini so'rashyapti, dema. Buning izohi juda oson. Butun tun qo'lingga ikkita shisha ko'zani ushlab tun bo'yi uxlamasdan tik tur. Muso alayhisalom Robbisining buyrug'iga itoat qildi. O'sha kecha qo'liga ikkita shisha ko'zani ushlab tunni tik oyoqda o'tkazishga ahd qildi. Tun yarmida o'g'iganda esa ularni mudroq bosa boshladi. Oradan ko'p o'tmay uyqu g'alaba qozondi. Muso alayhisalom cho'kkalab qoldi. Qo'lidagi ko'zalar esa yerga tushib, chil-chil bo'lib sindi. Xuddi shu paytda Alloh azza va jalla vahiy nozil qildi. Ey Muso, qullarimga ayt, agar men uxlasam sizlar yashab turgan yer, koinot bir lahzada ana shu ko'zalar kabi chil-chil bo'ladi. Albatta men uyqusirashdan, mudroq va g'aflatdan pokman. Odamlarga nimanidir tushuntirish uchun ular bilan tortishishning foydasi yo'q. Yaxshisi ularga o'zlari tushunadigan tilda misollar bilan so'zingizni isbotlang. Shundagina ular sizga ishonch bildirishlari mumkin bo'ladi.